payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning suyukli sahobiylaridan biri, halol va haromni eng biluvchiroq inson nomini olgan Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga bag'ishlangan bugungi sahifamiz sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga 70 kishidan iborat bo'lgan ansoriylar ikkinchi Aqaba bay'atini berishayotgan vaqtda shu ansorlar orasida yuzdan nur taralib turuvchi, qarashlari ma'noli yosh bir yigit ham bor edi. O'zining xotirjamligi va salobati bilan o'tirganlarning barchasini hayratga solardi. U so'zlayotgan vaqtda go'yoki hamma yer nurga to'lib turganday bo'lardi. Bu yigit Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu edi. Demak, u ansoriylardandir. Ikkinchi Aqaba bay'ati kuni payg'ambar alayhisolamga bay'at berib, islom dinini qabul qilgan avvalgi sahobiylar qatoriga qo'shildi. Islom dinini qabul qilgan avvalgi sahobiylarga xos bo'lganidek, Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ham payg'ambar alayhisolam ishtirok etgan biror bir marosim yoki biror bir g'azotni tark etmadi. Muoz ibn Jabal fazilatlarining ko'rkamrog'i va xislatlarining ulug'rog'i u zotning yuksak ilm sohibi ekanligidir. U kishining ilm va fiqhlari shunday cho'qqiga yetdiki, hatto Sarvar koinot sallallohu alayhi vasallam u zot haqida ummatim orasida halol va haromni eng biluvchirog'i Muoz ibn Jabal deb marhamat qildilar. Muoz ilm, ma'rifat va shijoat va zakovatda Hazrati Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ga o'xshar edi. Payg'ambar alayhisalom Muoz ibn Jabalni Yamanga hokim qilib jo'natayotgan vaqtda dedilar: "Ey Muoz, nima bilan hukm qilasan?" "Allohning kitobi bilan", dedi Muoz. "Agar Allohning kitobida topolmasang-chi?" deb so'radilar Rasululloh. "Rasulining sunnati bilan hukm qilaman", dedi Muoz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Agar Rasulining sunnatida topmasang-chi?" dedilar. Muoz "O'z ra'yim bilan ijtihod qilaman, sira suskashlik qilmayman", dedi. Payg'ambar alayhisolamning muborak yuzlarida xursandlik alomatlari paydo bo'lib dedilar: "Payg'ambarning elchisini, Rasulullohni rozi qiladigan narsaga yo'llab qo'ygan Allohga hamd va sanolar bo'lsin." Muoz ibn Jabalning Allohning kalomi va Rasulining sunnatiga muhabbati nihoyatda cheksiz edi. Yana shu bilan birgalikda Alloh taolo u zotga ijtihod qilish qobiliyatini inom etgan edi. Balki mana shu ijtihod qilishga bo'lgan qudrati va aql zakovatini iste'mol qilishdagi shijoati uni o'z birodarlari va zamondoshlaridan ustun qiluvchi fiqhiy boyliklarni egallashiga imkon bergandir. Va shu tufayli payg'ambar alayhisalom uni insonlar orasida halol va haromni eng biluvchirog'i deb vasf qildilar. Tarixiy rivoyatlar ham u haqda ko'p iliq so'zlarni hikoya qiladi. Keling, ana shu rivoyatlarga bir nazar solsak. Aizulloh ibn Abdulloh Hazrati Umar radhiyallohu anhu xalifaligining avvalida payg'ambar alayhisalom ashablari bilan birga bir majlisda qatnashganligi haqida deydi. 30 kishidan ziyod bo'lgan ashoblar majlisiga kirdim. Barchalari payg'ambar alayhisalomdan hadis rivoyat qilishardi. Mana shu zikr majlisida Qorachadan kelgan yosh bir yigit ham bor edi. Uning so'zlari juda ma'noli, o'zi esa og'ir vazmin edi. Majlis ahlining yosh jihatidan eng kichigi ham mana shu yigit ekaniga e'tibor berdim. Shunga qaramay, majlis ishtirokchilari biror bir hadisda ishtiboh, ya'ni ikkilanish qilsalar, u zotga murojaat qilardilar. U esa o'z navbatida ularga mana shu ishtibohlarni yechib berar edi. U inson faqat savol bilan murojaat qilingan vaqtda so'zlar, boshqa paytda esa sukut saqlab, majlisga quloq tutib o'tirardi. Majlis tugagach, men u zotning yoniga kelib undan: "Ey Allohning bandasi, siz kim bo'lasiz?" deb so'radim. U esa: "Men Muoz ibn Jabalman", dedi. Mana bu kishi Abu Muslim al-Havloniydir. U bizga quyidagini hikoya qiladi. Hemis shahrining masjidiga kirdim. Yuzlaridan nur taralib turgan bir yosh yigit, yoshlari ulug' insonlarning o'rtalarida o'tirardi. U yigit so'zlamasdan sukut saqlab turar, qachonki qavm biror narsa ustida shak qilsa, unga yuzlanib savol qilar edi. Men yonimda o'tirgan bir kishidan bu yigit kim ekanligini so'radim. U kishi "Bu Muoz ibn Jabal" deb javob qildi. Shu zahotiyoq mening qalbimda o'sha yigitga nisbatan muhabbat paydo bo'ldi. Shahr ibn Havshab aytadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ashablari so'zlashayotgan vaqtlarida Muoz ibn Jabal oralarida bo'lsa undan haybatlanishardi. Mo'minlarning amiri Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu juda ko'p masalalarda Muoz ibn Jabal bilan maslahat qilar edilar. Hatto Muoz ibn Jabalning ra'yi va fiqhidan foydalanilgan maqomlarda Umar ibn Hattob agar Muoz ibn Jabal bo'lmaganda Umar shak shubhasiz halok bo'lar edi der edi.
Muoz ibn Jabal haqidagi hamma tarixiy rivoyatlardan bizga u zot barcha majlislarning gavhari ekanligi ma'lum bo'ladi. U kishi doim o'tirsa, atrofini odamlar o'rab olar edilar. O'zi kam gap, faqatgina o'tirgan kishilarning u zotga savol bilan murojaat qilishlari uni gapirtirar edi. Ba'zi zamondoshlari Muoz ibn Jabal gapirayotgan vaqtda go'yoki u zotning og'zidan nur va gavhar chiqayotgandek bo'lardi deb vasf qilardilar. Muoz ibn Jabal yosh bo'lishiga qaramay, ilmi tufayli shu maqomga yetishdi. Umar roziyallohu anhu xalifaligi davrida 33 yoshida vafot etdi. Muoz ibn Jabal o'ta ochiq qo'l va saxovatli inson edi. Undan biror narsa so'ralsa, o'sha zahoti xursand bo'lgan holda so'ragandan ham ziyoda qilib berardi. Payg'ambar alayhisalom uni Yamanga jo'natgan vaqtdan to vafot topgunlariga qadar Muoz Yamanda musulmonlarga din ta'limotlarini o'rgatdi. Vaqtiki Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa etib tayinlangach, u Yamandan Madinaga qaytdi. Muoz ibn Jabal Yamanda katta boylik orttirgan edi. Bu haqida Umar roziyallohu anhu juda yaxshi bilar edi. Umar ibn Hattob xalifa Abu Bakrdan Muozning boyliklarini undan olib, faqir miskinlarga tarqatib yuborishni talab qildi. Shu alfozda Umar xalifaning hukmini kutmasdan Muozning uyi tomon yo'l oldi. U yerga yetib kelgach, Muozdan molini tarqatib yuborishni talab qildi.